Tövbe qildim. Shunaqa ham erkak bo'ladimi? Sizga tegib o'zi nima ko'rdim? Ketaman bu uyingizdan. Uydan chiqsang, qaytib kirmaysan. Uyingizni yelkam chuqur ko'rsin. Dilafruz, qarama, sumka chiroyli ekan. Juda ham chiroyli ekan. Juda ko'p kiyimlaringga tushadi. To'g'ri. Bunisi ham. Qara. Oho. Как раз menda yo'q bunaqasi. Girls talking soft and show us up in southern traveling, notching your temp there now the light you pay when you tell me got taken never my god never from Johnny. Yaxshi kunlaringga ishlat. Rahmat qizlar. Ketdik endi. Restorangamidi? Alo, Labbejonim, kelib qoldingizmi? Biz ham turyotgandik. Hozir tushaman. Yulduz, yangi telefon olibsanmi? Qachon olding? Xudoga shukr. Erim bilan shuncha sabr qilib yashab keldik. Mana birinchi oyliklariga 17 ta berdilar. Tabriklayman. Zo'r. Shazo, seni remont bo'layotgan uying nima bo'ldi? Uyimiz bitta. Ertaga erim bilan mebel pardalar olgani tushamiz. Erim bu ishlarni hammasini menga topshirdilar. Shunchalik yonlarida tog' bo'lib ishonib yurganim uchun. Meni ham xo'jayinim kelishlari kerak edi. Sen nima qilasan? Yo tashlab qo'yaylikmi? Yo'q, menga ham kelishmadi. Bo'ldi-da. Yaxshi Ketdik. qo'yding. Let me talk to him. Shot it in jeans, with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Asal qiz nima настроение diyor? Meni kimdir xafa qildimi? Yo'lingizga qarang. Kimdir xafa qilgan bo'lsa ayting, yo nimadir muammoingiz bormi? Shu chekkaga to'xtatib yuboring. Mana, shuni olib qolarsiz. Chiroyli qizlardan pul olmaymiz, olib qo'ying pulingizni. Oling dedim sizga. Bilos. Menga o'zing olasan. Hey, shawty, what I gotta do to get you home? My jeans full of guap and they ready for shows. Cadillacs, Maybachs for the sexy grown. Patron on the rocks that'll make you moan. One stack. Dila qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Ha, yaxshi yuribsan, Sobit. Ochilib ketibsan. Menga qara. Ertaga xohlasang toqqa olib chiqib kelaman, dam olib kelamiz. Hech kim bilmaydi xotiramni. Qo'ysingchi. Menga qara, nimaga o'zingni olyapsan-u? Xo'ras ekansan. Gaplar. O'g'lim, seningga boshlang'ich to'lovini to'lab uy olib bersang bo'lardi. Oyi, men ro'zg'orimni eplayman, kommunalkalarni eplayman, yo'q qizingizni boqaymi? Qaysi birini qilay? Nima bo'lsa ham jigaring-ku, jigaringga yordam berasan-da. Jigarim bo'lsa nima bo'pti? Ayb o'zida ajrashib kelmaganida tayyor uy ham bor edi.